Instagramda bitta motivatorni ko'rib qoldim. Aytayaptiki, fond birjaga kirish uchun mana qilish kerak. Kriptovalyutani mana bu broker orqali tikish kerak. Unga ilhomlanib kommentariy yozishyapti. Men sizga qanday bog'lansam bo'ladi, qanaqa qilib sizday boyib ketsam bo'ladi degan kommentariylar bilan ruhiyat 100 da qarochi. Kommentariyni ko'rsangiz hamma joy yonib yotibdi. Endi o'ylab qarasak, fondoviy birjaga kirib deyapti, Apple'ga buncha tiking deyapti. Yana qaysidir Amazonga buncha tiking deyapti. O'zi o'sha buncha tiking deb sizga maslahat berayotgan odam kartochka bozorga borib 2 kilo kartochkani 4,5 ming so'mdan olib 5,5 ming so'mdan sot desa, erinchoqlik qiladi-da. Masalan, o'shanga qiziqayotgan odamlar ham o'tirib olib pul topgisi keladi, lekin mehnat qilgisi kelmaydi-da. Mehnat qilmasdan turib qanaqa natija bo'lishi mumkin?